Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida inson kapitalini rivojlantirish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Ayniqsa zamonaviy mehnat bozori talablariga mos yoshlar avlodini tarbiyalash masalasi murojaatnomaning markaziy g'oyalaridan biri bo'ldi. Hozirgi sharhimizda murojaatnomaning 4-ustuvor yo'nalishi kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini shakllantirish yo'lida tashlangan muhim qadamlar xususida so'z boradi. Yangi O'zbekiston ambitsiyasi, ustuvor maqsad va vazifalari nafaqat 2026-yil, balki kelgusi yillarga ham mo'ljallangan taraqqiyotimizning strategik dasturi. Shu nuqtai nazardan-da Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi tarixiy siyosiy hujjat. Unda so'nggi 9 yilda erishilgan yutuqlar tahlili, amalga oshirilayotgan islohotlar mohiyati, 6 ta ustuvor yo'nalishdan iborat kelgusi aniq reja va harakatlar o'z ifodasini topgan. Murojaatnomada belgilangan 4-ustuvor yo'nalish kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish mamlakatimiz kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimiz mehnat bozoriga har yili 600 ming nafar yoshlar kirib kelmoqda. Buncha odamni o'qitish, kasb-hunarli qilish, ularga ish topib berish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning uchun muntazam ishlaydigan tizim, kafolatli investitsiya va infratuzilma zarur. Qolaversa, dunyoda kechayotgan hozirgi raqamlashtirish, sun'iy intellekt va yangi texnologiyalar jarayonida mehnat bozori ham tubdan o'zgarmoqda. Yaqin 5 yilda mavjud kasblarning 30% to'liq avtomatlashtiriladi. 50% bo'yicha esa yangi malakalar talab qilinadi. Ana shu zamon talabining o'zi ham bizdan jarayonga kechikmasdan moslashishni taqozo etmoqda. Demakki, murojaatnomada davlatimiz rahbari ilgari surgan tashabbus va g'oyalar masalaning eng samarali retsepti. Prezidentimiz aynan kasblarni rivojlantirish va mehnat bozorida yangi arxitekturani yaratish bo'yicha to'xtalib o'tdilar va bunga asosan aynan kasb, malaka, texnologiya hamda mana shu ta'limni birgalikda olib borish yo'nalishiga alohida to'xtalib o'tdilar. Ta'kidlash lozimki, yaqindagina mamlakatimizda o'sha texnikumlarni yangi bosqichga olib chiqish, ularga yangi mazmun va ko'rinish berishga qaratilgan dastur qabul qilindi va unga ko'ra har yili 100 ta texnikum zamonaviy jihozlanib, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda ta'minlab berilishi, jihozlab berishi belgilab o'tilgan. Xususan bugun texnikumlarimizda Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarning ilg'or ta'lim standartlari joriy qilinishi belgilab berilgan. Hozirda ushbu texnikumlarimizda 70 mingga yaqin talabalar ta'lim olmoqda. Ular dual ta'lim asosida o'zlarini ham ta'limlarini, ham mehnat bozoridagi faoliyatlarini olib bormoqdalar va 10 million so'mgacha bo'lgan daromad topmoqdalar va belgilab berilgan dasturga asosan kelgusi yildan boshlab mana shu talabalarimiz 100 ming nafarga yaqin talabalarimizni ham o'qish ko'rsatkichlari ijobiy bo'lgan hamda o'zini kasbini puxta egallayotgan talabalarimizni doimiy ravishda stipendiyalar bilan ta'minlab borish vazifasi ham belgilab berildi. Shu bilan bir qatorda muhim bir yo'nalishlardan bittasi mana 2026-yilda 7 ta hududda va 2027-yilda qolgan hududlarimizda ilg'or mahorat texnikumlarni tashkil etish vazifasi hamda kasblar shaharchasini ochish masalasi belgilab qo'yildi. Murojaatnomada ilgari surilgan tashabbuslar yoshlarimiz qanday kasb egallaydi, ish o'rinlari qayerda yaratiladi, ta'lim mehnat bozoriga qanchalik mos, texnikumlarning zamonaviy qiyofasi qanday bo'ladi degan hayotiy savollarga aniq, ishonchli va amaliy javob. Shunday qilib, endilikda hududlarimizda ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari va kasblar shaharchalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu maktab o'quvchilarini erta bosqichdan zamonaviy kasblarga yo'naltirib, talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha mahallalarda yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi. Buxoro viloyatida ham aynan ilg'or kasbiy mahorat texnikumini ta'mirlash hamda u yerda 40 ga yaqin eng zamonaviy hamda Buxoro viloyati iqtisodiyoti uchun dolzarb bo'lgan yo'nalishlar tanlab olindi. Hamda kelgusidagi maqsadimiz viloyatdagi barcha texnikumlar, shu bilan birga ishlab chiqarish korxonalaridagi ta'lim ustalarining malakasini oshirish hamda eng zamonaviy bo'lgan kasb ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha amaliyot bazasi tashkil qilinishi reja qilib olingan. Buxoro viloyatida 4,5 mingga yaqin o'quvchilar dual ta'lim tahsil olmoqda. O'quvchilar sonini 10 ming nafarga chiqarishni reja qilganmiz. 2026-yilda bu uchun barcha imkoniyatlar qilib berilgan. Aytib o'tishim joizki, davlatimiz rahbari aynan ish beruvchi bilan hamkorlik qilishda ham katta imkoniyatlarni qilib berdilar. Shu bilan birga amalda o'qiyotgan o'quvchilarning ish beruvchi korxonalarda ish bilan band bo'lishida ijtimoiy soliqlarning 1% qilib belgilanganligi. Shu bilan birga mazkur imtiyozni davlatimiz rahbari murojaatnomada belgilab o'tdilarki, yana 3 yilga uzaytirilishi, men o'ylaymanki, ish beruvchi hamkor tashkilotlarimizga ham katta bir ahamiyat kasb etadi. Korxonalar uchun ijtimoiy soliq imtiyozlarining uzaytirilishi, dual ta'lim asosida o'qiyotgan 100 ming nafar texnikum o'quvchisiga ilk bor stipendiya joriy etilishi hamda o'z kasbini
puxta egallayotgan iqtidorli yoshlarni qo'shimcha rag'batlantirish iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari uchun yuqori intellektual salohiyatga ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan yangicha yondashuvning yorqin ifodasidir. Kasbiy ta'lim tizimida 9 sinf bitiruvchilarini texnikumlar bilan qamrovini 29% dan 50% gacha yetkazish, dual ta'lim tizimi ulushini esa 9% dan 40% gacha oshirish ko'rsatkichlari bu kasbiy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning yaqqol misoli sifatida namoyon bo'ladi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab 9 sinf bitiruvchilarini davlat byudjeti hisoblaridan texnikumlarga qamrab olish ko'rsatkichlari ham belgilanib o'tildi. Dual ta'lim tizimini tashkil etgan ish beruvchilarga 7 yil muddatda 5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar berilishi bu kasbiy ta'lim tizimiga dual ta'lim tizimining kirib kelishi va dual ta'lim tizimini ko'proq o'qitish samaradorligini misoli sifatida namoyon etsak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda tibbiyot sohasida ham qator vazifalar belgilangan. Bugun hududlarimizda Angliya ta'lim dasturini o'zida mujassam etgan xorijiy tillarni o'rgatish bilan bir qatorda mana shu hamshiralarimizni yetuk salohiyatli kadr qilib yetishtirib beradigan texnikumlar tashkil qilingan. Endilikda ushbu texnikumlarimizda Germaniya, Shvetsariya, Yaponiya kabi davlatlarimizning ham ta'lim standartlarini joriy qilish belgilangan. Infarkt, insult, onkologiya, nefrologiya kabi yuqumli bo'lmagan kasalliklarni davolash, transplantatsiya, vaksinatsiya, ona va bola salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan mablag'larimizni 1,5 karraga oshirish, 3,5 trillion so'm mablag' ajratishni prezidentimiz belgilab berdilar. Yana bir masala, mehnat bozoriga yiliga 300 ming oliy ma'lumotli kadrlar kirib kelayotganini hisobga olsak, endilikda oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari va ish beruvchilar o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladigan raqamli ekotizim yaratiladi. Unda talabalarning akademik ko'rsatkichlari va korxonalardagi bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar onlayn tarzda ko'rinib turadi. Muxtasar aytganda, murojaatnomada o'rtaga tashlangan g'oyalar, belgilangan chora-tadbirlar kasbiy ta'limning jamiyatdagi nufuzini ham oshiradi. Xullas, murojaatnoma bu oddiy ma'ruza emas, balki yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan, puxta o'ylangan, inson qadri, kasb va mehnatga tayangan strategik dastur. Undagi har bir yo'nalish yurtimizning barqaror taraqqiyoti, yoshlar kamoloti, mahallalar ravnaqi va jamiyat yuksalishining mustahkam kafolatidir.